Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Qaleysizlar, oilalar bilan, bolajonlaringlar bilan tinchmisizlar? Bugungi vlogimni boshladim. Sizlarga oldingi videolarimda ko'rsatganimdek bolajonlarim xonasini remont qilyapmiz degan edim. Remontlari ham bitay deb qoldi. Tepa tarafiga shunaqa boshqacha ob'y yopishtiringlar dedim, boshqachasidan tanladik. Bu taraflariga esa boshqachasidan tanlaganmiz va bolajonlarimga olgan mebellarimiz, tumba oldik, bitta shifonier oldik. Buvasini shunaqa aynali shifonierini yaxshi ko'rishardi. Buvasi shunaqasidan olib kelibdi. Ikkalasiga bittadan divan ham oldik. Remontlar bitishiga mebellari tayyor. Bolajonlar xonasi bu. Sizlarga mashinamizni raqamini maqtanay. Mashinamizni bukvalari meni familiyam, ismim, otchestvomga moslab olingan. Bir maqtanib qo'yay dedim. Mana shunday qilib remontlari ham bitib, tog'alari mana joylab mebellarini chiroyli qilib o'rnatib berishdi. Endi bo'lsa bir chekkadan tozalab, yig'ishtirib, joylarini chiroyli qilib qo'yaman. Birinchi bo'lib hamma joyini chiroyli qilib plyusoslab olamiz. Shunday qilib mana bir chekkadan tozalab yig'ishtirib oldim. Endi bo'lsa pastelni belyolarini chiroyli qilib solib qo'yamiz. Bu katta o'g'limning divani. Katta o'g'limniki shunaqa rang bo'ldi, ko'k. Juda ham yaxshi ekan shu brend. Nomi yodimda yo'q. Tvitlashmas ekan. Juda ham yaxshi ekan. Yuvganda ham ranglari chiqmaydi, ocharmaydi. Bir xilda turar ekan. Oilaviy hammamizga shu brenddan pastel belyolaridan olib ishlatyapmiz. Yuvib ishlatadigan mazzagina material ekan. Bolajonlarim Rossiyada, men O'zbekistonda edim. Bolajonlar kelishiga уже bir kun vaqt qoldi. Kelishiga tayyor qilib, xonalarni yasantirib qo'yay deb joy qilishni boshladim. Ertaga kelishadi. Chiroylikgina bo'ldi mana. Endi bo'lsa kichkina o'g'limnikini joylaymiz. Bu o'g'limniki boshqacha bo'ldi, mayda gulli bo'lib qoldi. O'zi boshqacha rasmlari bor. U o'g'lim kichikroqligi uchun, baribir bizda eng kichkinasi bo'lgani uchun, biz uchun hali ham kichkina, lekin katta yigit bo'lib qoldi, 4-sinf. Bizda kenjatoy bo'lgani uchun biz ko'zimizga katta bo'lgani bilinmaydi. Mayda gulli bo'lib qoldi, nu mayli, yosh bola-yu bo'laveradi deb chiroyli qilib joylab solib qo'ydik. Polishlarni ham yangi olib kelganmiz. Yumshoqqina mazza ekan shu polishlar ham. Oldingi safar yozda ta'tilda kelganimizda yoqib qoluvdi buvasiniki, shunaqa polish edi. Mazza ekan, buvasini bolishini olib qochib olib yotib yurgan. Shuning uchun bularga ham bir xilda qilib bu safar olib tayyorlab qo'ydik. Yoz bo'lgani uchun parko'rpa, anaqa ko'rpachalar yopinishmaydi, issiq. Shuning uchun shunaqa qilib qo'ydik. Mana chiroyli bo'lib joylandi. Pastel ham o'ramaydigan darajada issiq bo'ladi yozda o'zi. Tumbasini bosh tarafiga olib qo'ydim keyin. Notebooklarni ham ko'p qo'ydim joylab. Shuning bilan bugungi vlogimiz tugadi. Meni kuzatishda davom eting.
kelgusi videolargacha.